You see this little kettle? It can hold enough water to make tea for 5 men if the 5 men are patient enough to share 1 sip each. But watch, 1 drop left, ploink, gone, just like that. That's how quickly a good story disappears when you try to hoard it. So share. You expected tea, didn't you? Well, first we must find water, and for that, we go this way. Some say I'm riding the donkey wrong. But if I'm going to meet the world, I prefer to see who's following me. When life looks backwards, sometimes it moves. Bugun tun juda tinch, shoshqaloq shamol ham yo'q. Faqat bir esaqning ovozi qulog'imga chalinyapti. Yo'q, bu mening esagim emasmi? Tezroq, qo'lni sindiryapman. Ichda bo'ylik bo'lish kerak. Sekinroq uyg'onib qolmasin. Yo'q. Men sandiqdagi pullarni bu o'tagi daraxt tagiga ko'mdim. Eshitdingmi? Daraxt tagiga ko'mganmish. Qariya qanday saqchi bo'lmasa, o'zi aytib turibdi. Qatni qo'y, qazi. Bu sandiqdagi moyda chuyda pullardan ko'ra yaxshiroq. Xotinimning o'zidan xazinaning jo'yini aytmaslik qanday yaxshi bo'lgan. Endi men bu o'g'rilarga xazinani ko'mgan jo'yimni qo'riqlashim kerak. Voy yigitlar, yaxshi dam oldinglarmi? Bo'g'imni juda chiroyli og'darib qo'yibsizlar-ki. Ertaga yangi ko'chatlar ekaman, to'g'ri bo'ldi-da. Men sizga o'g'ri kelganda nemo qilaman deganman. Pullarim qayerdaligini emas, sandigimda. Rahmat.